Instagramda gullatgan qiz oldiga. Siz men bilasini xatna qidirib kelyapman. Siz men naryotarga boryapman. Yaxshimisiz? Rahmat. O'ring. Kayfiyat qaraymiz. Mana men shunchaki bilmoqchiman. Mana ko'pchilik aytadi, bunchalar to'g'ri ko'rsiz uni deydi, muxlislar ko'pmi kammi deb mana o'ylaydi-da. Mana qancha odam mana aytdi, seni ko'rdik deb mana. Instagramda katta bir rasm o'tiribdi, uni ko'rdim. Bo'pti, mana o'zingiz maza qildingiz, o'zingiz ko'rib. Ko'rmadimmi? Nima ko'rmaysiz? Odam ham o'ziga shunchalik bee'tibor bo'ladi. Nima qilaman, ko'rdimmi? O'zim. Yo'q, efirda biz montaj qildik sizni. Nima edi? Yelizavetani formasiga kiydirib qo'ydik. Nima u? Multfilm qahramoni bor, Rapunzel. Nima? Siz multfilm ko'rmaysizmi? Bolaligingizda ko'rmaganmisiz? Nima qilib bolaligingiz o'tgansiz? Payt paydo bo'lib, shu paytda o'qiman. Ayzlar, Raddomdan 12 yoshda tug'ilganda bu tushunyapsizlar? Bolalik deb tanlaysanmi yo'q, birdaniga katta hayot tanlab olganmi? Yo, mana o'zi mana bolaligingiz, mana insonni mana odamlar aytadi, yoshligimda deydi, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz, shaxsiy fikringiz? Bolalik necha yoshda tugaydi? 7 yoshda tugaydi. 7 yoshdan keyin уже katta bo'ladi. Videoga olmang. Bu qizning miyasi o'zidan 12 yosh katta ekan, azizlar. Farzandlar nechta bo'ldi degan qopsiz. Voy, munda katta qara. Mana savollar sizga. Eng yaxshi ko'rgan kinoingiz qaysi? Men jahlimni chiqaryapsiz. Siz biror nima vaqt nima serial ko'ryapsiz hozir mana telefoningizdan? Merlin? Voy bu. Albatta. Indamang, balki o'zim olib ketarman. Mana o'g'li.